Assalomu alaykum. Ozodlik to'lqinlarida bahs maydoni eshittirishi. Bugungi mavzumiz o'zbek qizlari necha yoshdan turmush qurgani ma'qul. Xo'sh, bu mavzuni tanlashimizga nima sabab bo'ldi? Chunki O'zbekistonda qizini 18 yoshdan erta erga berganlarga jazo kuchaytirildi. Mana yangi o'zgarishga ko'ra 18 yoshga to'lmagan shaxs bilan turmush qurgan odam eng kam ish haqining bir necha 10 barobarigacha bo'lgan miqdorda jarimaga tortilishi, axloq tuzatish ishlariga jalb qilinishi yoki hibsga olinishi mumkin. Xo'p, mana shu yangi qonun ishga kirdi. Endi ilgarigidek 17 yosh qilib emas, 17 yosh qilib ham belgilash mumkin, faqat bunga mahalliy hokimning ruxsati bo'lishi kerak ekan yangi qonunga ko'ra. Shu haqdagi maqola bizda chop qilingandan keyin juda ko'p sharhlar ko'paydi, ikki tarafga bo'lindi. Birlari bu qonun bekor qabul qilingan, u qizlarimizni yoshini cheklash noto'g'ri, qachon xohlasa shunga erga tegish kerak. Ikkinchi tomon esa albatta qizlar yosh oilaga tayyor bo'lmasdan turib uni turmushga uzatish bu noto'g'ri, qonun yaxshi chiqdi degan fikrda bo'lishdi. Bugun bahs maydoniga mana shu ikki tomon vakillarini taklif qildik. Demak, tarafdorlar, shu qonunning tarafdorlari So'rov Vafoyev, o'zbekistonlik shifokor, hamda toshkentlik Ilhom 30 yoshda. Bunga qarshilar esa Dilshod, o'zbekistonlik, ayni paytda Sankt-Peterburg shahrida yashaydi, hamda Muhammad Solih Obutov, sobiq imom, ayni paytda Shvetsiyada istiqomat qiladi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xo'p, mana birinchi raundni boshlaymiz. Xo'p, men birinchi so'zni tarafdorlar tarafiga bermoqchiman. Mana shifokor sifatida So'rov aka, siz nima deysiz? Nima uchun masalan shu 18 yoshdan qilib belgilangani juda to'g'ri ish bo'lgan? Endi sizga qanday tushuntirib aytib bersam ekan, eng avval 18 yoshdan qilib berishga sabab birinchidan mamlakatimizdagi og'ir ekologik holat va ayollardagi kamqonlik kasalliklarining ko'pligi va undan keyin ba'zi bir irsiy kasalliklarni vaqtdan erta tug'ish yoki bo'lmasa yosh o'tgandan keyin tug'ish holatlarida ko'payishi sababli bu bir chetdan to'g'ri keladi deb o'ylayman. Masalan, meditsinada Down sindrom kasalligi bor, ya'ni agar genetikani yaxshi kursini yaxshi bir qaraydigan bo'lsak, o'shanga ko'ra 18 yoshgacha bo'lgan va 40 yoshdan oshgan ayollarda tug'ish holatlari mana shu Down sindromini kasalliklariga sababchi bo'ladigan bo'lsa, bu birinchi. Ikkinchisi, bu ekologik holat deyishimiz sababi, masalan, Orol bo'yi atrofidagi hududlarda yashaydigan aholida kasallikning ko'payishi va ulardagi ayollardagi nisbatan zaifliklar sababli bunga ma'lum bir darajada yondashishda bo'ladi. Ya'ni hukumat agar bu odamlar sog'ligini hisobga olgan bo'lsa, bunga men qo'shilaman. Rahmat. Dilshod, marhamat. Siz bunga qarshisiz-ku. Qarshiligingizni nima bilan izohlaysiz? Men bunga qarshiligim birinchi o'rinda doktor odam aytayapti, kasallik ko'p. Kasallik kamaytirishga birinchi harakat qilish kerak. Axir qizlar 14-15 yoshda ham tug'adi. Normalniy bola tug'adi. Hech qanaqa problema bo'lmaydi. Men lekin tarafdor emasman 14-15 yoshda erga tegishiga. Lekin hozirgi bugungi holatni olsak, masalan, ota-onasini kontroli yo'q. Chet elga ketib ishlaydigan ota-onalar bor. Bolalar internetda o'tiradi. Informatsiya olish darajasi bir necha barobar ko'paygan. Deylik, shu 20 yil ichida. Bolani qulog'idan tortib uyga olib chiqib ketib, ertaga birontasidan yurib yo bir bola qilib qo'yish mumkin, yo bir boshqa kasallik qilish mumkin. Bu ota-onaning tarbiyasiga birinchi va jamiyat tarbiyasiga bog'liq. Bu sotsial bu qonun faqat jazolashga, ya'ni jazolab turib, kontrol kuchaytirib, qorningiz och bo'lsa kontrol qila olmaysiz. Problema shunda, men tushunishimcha. Rahmat. Demak, ertaroqgina, issiqqina o'z vaqtida egasini qo'liga topshirib qo'yish kerak demoqchisiz-da siz? Yo'q, men unaqa demoqchi emasman. Men odamni mana doktor biladi, odam fiziologik rivojlanishi bor. Kimdir 12 yosh, 13 yoshda fiziologik balog'atga yetadi, kimdir 20 yoshda yetadi.
bizni O'zbekiston sharoitida gradatsiya qo'yib bo'lmaydi, ya'ni chegara yo'q. Bizlar Toshkent aholisi bilan shu aytgan Xorazm aholisinin farqi bo'lishi kerak. Boy oilalarni olgan bilan nisbatan kambag'al oilada ham farq juda katta. Yeb ichishga bog'liq. Rahmat. Informatsiya olishga bog'liq. Rahmat. Ilhomjonni eshitaylik. Ilhomjon. Hozirgi Dilshod ismlari akamizni gaplarida biroz jon bor, lekin bular bir narsani nima qilindilar, davlat miqyosida ko'rilganda shunaqa standart bor, umumiy standart albatta inobatga olinishi kerak. Va qonunda ishlab chiqilganda har qanday qonunda birinchi o'rinda uni orqasida turadigan maqsad yotadi. Birinchi o'rinda shunga majbur qilgan qandaydir maqsad yotadi. Bunga majbur qilgan maqsad O'zbekistonda hozirgi kunda ta'lim jarayoni bilan bog'liq. O'sha maktab sistemasida, o'sha ta'lim jarayonida maktab 9 yillik, keyin 3 yillik litsey kollej bo'lganda, o'sha litsey kollejda o'qib yurgan o'quvchi qiz turmushga chiqyapti 3-kursda 17 yoshida. Shu narsani bir qanaqadir standartga keltirish nuqtai nazaridan yana 1 yil qo'shildi. O'sha turmushga chiqmaslik yoshiga 17 yoshga oldin gapingiz bo'ldi. Odamga qanday standart qo'ysa bo'ladi? Yo'q, men bo'y 160 bilan 190 farqi bor. Bu davlat, masalan, davlat miqyosida qonunlar, qarorlar qabul qilganda iloji yo'q. Uni masalan har bir regionga alohida qila olmaymiz. Chunki bizda qonunlar, O'zbekiston Respublikasidagi qonunlar bitta regiondagi qonunlar har bir chekka hududigacha yetib boradi. Masalan, Qo'shma Shtatlar yoki masalan Germaniya, shunga o'xshab yo Hindiston kabi federativ davlat bo'lganimizda har bir shtat o'zini alohida sharoitiga qarab qonun ishlab chiqardi. Bizda unaqa emas. Shunga kelib chiqadigan bo'lsak, shu narsa birinchi turtki bergan narsa shu bo'ldi. Men buni qonundiga nima bo'lgan ishlab chiqishiga turtki bergan narsa shu bo'ldi. Undan keyin mana vrachlar bilan suhbat, o'sha qon kamqonlik kasalligi va boshqa kasalliklar hammasini inobatga olib, keyin bu narsaga xulosaga kelindi. Xulosaga kelinish sababi shu, masalan, har bir soha o'z ekspertini bu qonunga kiritgan. Men shu narsani ochiqni aytsam, bir tomonidan xabarim bor. Shu nuqtai nazardan bu qonunda endi masalan quchoq ochib kutib olmasam ham, lekin to'g'ri qabul qilingan deb hisoblayman. Chunki 3-kurs maktab kollejda endi bitirayotgan, litseyda endi bitirayotgan qiz ertaga to'g'risi kelin bo'lib tushishi kerak. U yo diplomini ola olmaydi, yo o'qishini tugata olmaydi, chala savod bo'lib, yarmida diplomsiz, yarmida nima bo'lib qolib ketadi. Shundan 1 yil, masalan 17 yosh nima, 18 yosh nima degan ma'noda qo'yib berildi. Endi masalan balog'at yoshi deydigan bo'lsak, balog'at yoshi agar shariatda kelib chiqadigan bo'lsak, xuddi siz aytgandek bo'ladi. Har bir insonga individual balog'at yoshi belgilash mumkin. Rahmat. Bu haqida masalan Muhammad Soliq Obud o'zlari alohida gapiradilar. Lekin masalan 19-20 yoshli qizlar ham balog'atga to'lmagan bo'lishi mumkin ba'zi bir joylarda, ba'zi bir qizlar. Lekin 12-9 yoshli qizlar ham balog'at yoshiga tegishi mumkin shariat nuqtai nazaridan. Agar unaqa bo'ladigan bo'lsak, juda kengayib ketadi u. Sizga bitta savol. Mana siz bola chaqangiz bo'lsa, o'zingiz shu haqda tushib qolsangiz-da, demak, shu qizingiz yo o'g'lingiz shu yoshda mana shunaqa agar uylansan, boshqa naqa yo'q. Yo'q, mana aytilyapti qonunda. Yo'q, masalan, qonun jinoyat javob men qonunga qarshi emasman. Mayli 18 yosh o'sha gradatsiya qo'yishsin. Lekin jinoiy javobgarlikka tortilish. Yo'q, mana hozir shu joyda qarshiman. Mana shu joyda mana qonunda yaxshilab o'qisangiz, agarda favqulodda shunday hodisalar bo'ladigan bo'lsa, ariza yoziladi. O'sha ZAKS byurosida arizalar shu majburiy holda vrach rekomendatsiya beradi, vrach boradi, o'sha akshor ginekolog, o'sha albatta u turmushga chiqishdan oldin tekshiruv bo'ladi, vrach tekshiruv. O'shanda tekshiruv yozib beradi. Shunaqa u turmushga chiqmasa bo'lmaydi. Ana undan keyin akto sudya deganda, masalan, o'sha решение qabul qiladigan odam qandaydir
unaqa manfaatdor bo'ladi, to'g'rimi? Yo'q, unda jarima solinmaydi. Unda yo'q, jarimada emas gap. Masalan, shuni o'rganib chiqib turib, yo'q, senga to'g'ri kelmaydi desa, unda nima bo'ladi? Yo'q, mana sizga aytay, agarda haqiqatan ham oila qurish majbur bo'lsa, qornida bolasi bo'lsa, agar juda sizga qozoqcha tushuntiradigan bo'lsam, qornida bolasi bor, iloji yo'q, ertaga mahalla kuyda oldida deb turib nima bo'ladigan bo'lsa, bitta ariza yozib, to'y qilib, zakis qilib o'tkazilaveradi. Unda hech qanaqa jarima yozilmaydi, lekin beso'roq, hech qanaqa uzr sababsiz indamasdan to'y qilib 17 yoshli qizini berib yuborsa, ana unda boshqa gap. Endi bu jamiyatning, aytaylik, hukumatning odamlarning shaxsiy ishlariga aralashish emasmi? Endi mana bu joyda mana bitta narsa, Sadriddin aka, agarda bizda shunday qoida bor. Xo'p, oddiy misol, bu yerda o'sha nima deydi, raznica 1 yil. Agar 1 yil oldin qilmoqchi bo'lgan ishini odobsiz inson yoki bir nima deydi, shu narsani tushunmaydigan inson oldin ham qilishi mumkin, 1 yil keyin ham qilishi mumkin. Gap bu yerda jamiyatda masalan shaxsiy ishiga davlat aralashishi ma'nosida emas. Agar masalan ota-ona o'z tarbiyaviy mas'uliyatini o'zidan soqit qilmoqchi tezroq. Agar siz 17 yoshli qizingizga tarbiyani yaxshi bergan bo'lsangiz, u 18 yoshda yaxshi tarbiyani bo'ladi. Men uni siz mana soqit qilmoqchi deysiz. U balki uni 5 ta bolasi bor-u, u normal to'y qilib, qizim shu 20 yoshda kech qolib ketib, stari dev qolib ketmasin deb balki shunga bermoqchidir ertaroq. Tezroq qutulsam, qolganlariga joy bo'ladi. Bu hamma tomonlarni qarash kerak edi. Yo'q, tushundim, men aytayapman. Lekin masalan ko'p bolali oilalar bor. Mana o'zim ham ko'p bolali. Ilojisi yo'q. 4 ta 5 ta bolasi bor. Bolalari birin-ketin 1 yil farqi bilan bo'lsa, shunda endi har safar deylik 5 ta qizi bor, 17 yoshda kelib berib yuboray deb tursa, har safar borib mahalla komitetidan unaqa so'rab, nimaga endi men agar bolam xohlab tursa, bolamdan so'rayman, to'g'ri. Xohlasa nimaga endi men to'y qilib berishga haqqim yo'q. Yoki bolam yo'q, men ota erga tegaman, uylanaman, hayotimga aralashman. 16 yoshda menga pasport berilgan. Men hamma javobgarlik bo'ynimga ola olaman deb tursa, nimaga u bola yoki men borib turib unizatsiya qilishim kerak? Grubo gari qozoqcha aytgandek. Mana shunga shu tomonlari bordi qonunda. Qonun kerak emas o'zi bu narsaga. Tushunishim bo'yicha. Ba'zi zaks qog'oz beradigan bo'lsa, shu 18 yosh qilib qo'ysin. Lekin odamlar shunday ham yashaydi-ku axir. Ularni qanday kontrol qiladi? Xo'p, endi men ikkalangiz gaplaringizdan xulosa qilib, domladan so'ramoqchiman, Muhammad Solih Obutov janoblaridan. Siz nima deysiz, domla? Avvalo, assalomu alaykum, muhtaram hamsuhbatlar. Agar bu har bir ayolni, qizni o'zining shaxsiy holatiga qarab, boya Dilshod aka aytganlaridek, uni bokiralikka yetishligining mezoni, masalan, shar'iy mezoni o'sha hayz ko'rganidan boshlanadi. U ayolni, qizni o'zining roziligisiz shariatda turmushga berilmaydi. Agar o'zi rozi bo'ldim demasa, nikohda ham shu qizni o'zini roziman deb aytishligi nikohning farzlaridan biri. Ya'ni uni o'zini roziligisiz mumkin emas berishlik. Agar u rozi bo'lsa, uni to'xtatib qo'yishlik, 18 ga yetmadi, yana boshqa degan har xil narsalar bilan ya diplom olish kerak. Bunaqa narsalar bilan to'xtatishlik ham aslida zulm bo'ladi mana shu ayolning o'ziga, kuyovga, oilaga umuman. Mana shunaqa notabiiyliklar bor bu yerda. Endi siz fikringizcha shu 12 yoshdan ko'rsa o'sha haligi nima deydi? O'sha hayz ko'rish nimasini bo'lsa erga berib yuborish kerakmi keyin? Bu yerda boshqa ijtimoiy masalalarni ko'tarishyapti-da yigitlar, masalan, uni o'qishi bor, oila qurishi bor. O'shandan keyin berib yuborishlikni shart deb turib olgani yo'q bu yerda, masalan, dinimizda. O'shandan keyin ham u yashashi mumkin 15, 20 qanchagacha. Ya'ni bu yerda o'sha aytilgan narsalar ham hisobga olinadi. Lekin hamma narsa tayyor bo'lganda
o'sha hamma shartlar topilib qizni o'zini roziligi bo'lganda o'sha diplom olishlik yoki yana qandaydir bir shunga o'xshagan 18ga yetmadi degan narsalar to'siq bo'lmasligi kerak. Bu baxt bu narsa bilan o'lchanmaydi. Inson hayoti, baxt, bunaqa diplom, bunday bu yillar, bu narsalar hammasi bir soxta narsalar, notabiiy narsalar demoqchiman. Mana kelgan sharhlardan birida yozadi Muhammad ismli yigit: O'zbekistondagi mavjud qonunchilikka asosan 12 yillik majburiy ta'lim joriy qilingan. 17 yoshga to'lgan qiz va 18 yoshli yigit hali kollej va litsey o'quvchisi bo'ladi. Shunday ekan ularni nikohlab qanday oila yaratish mumkin? Bu yangi yosh oila hali o'quvchi bo'lsa, bir tiyin pul topa olmasa, ro'zg'or nima bilmasa, nima, xotin nima tushunmasa, o'qishini o'qisinmi, ro'zg'orini qilsinmi, homilador bo'lib qolsa, tug'sa o'qishi qolib ketsa, yigit va qiz jismonan yetuk bo'lsa-da, ruhan yetilmagan, hali turmush qurishga, hali ularni oldida kollejni bitirish, institutga kirib o'qishga joylashish kabi muammolar turibdi tizilib deb aytyapti. Endi mana shu tomonini e'tiborga olganda balki bu yaxshi qonundir. Masalan, shu 18 ga yetgandan keyin shu kollejni bo'lsa litseyni o'qib bitirgandan keyin bir yangi oilaga boradi, yangi bir qaynotani qo'liga qaraydigan qiz bu boradi. Baribir shu tomondan juda kerakdir bu narsa. To'g'ri, hammamiz alhamdulillah musulmonmiz, lekin islom nuqtai nazaridan nima qilamiz? Lekin hozircha O'zbekistonda o'zini qonunlari bor. Qachonki kimdir yana o'zgartirsa, kimdir kelib yoki qaysidir partiyami yoki qaysidir kuchlar kelib O'zbekistonda qonunlarni o'zgartirib, mana bunday qilamiz, shariat bo'yicha yashaymiz deydigan bo'lsa, ana unda keyin biz bunga qarab yana bir fikr bildiramiz. Lekin hozircha maktabda o'quvchi 12 yil majburiy o'qish kerak. O'sha kollejida, boshqasida. Lekin to'g'risi men o'zim o'sha ta'lim sohasidagi bir inson sifatida men aytmoqchimanki, agarda menga masalan bahs maydonida aytishsaki, 9 yil maktabdan keyin kollej, litseylarda qiz bolalar alohida, o'g'il bolalar alohida o'qisin deb agar mavzu qo'yadigan bo'lsalaring, men bunda bir qanaqadir shu to'g'ri bo'lardi degan ma'noda fikr bildirishim mumkindir. Lekin hozirda qiz bolalarni masalan 17 yoshdan oilaga tiqib qo'yib, mana shu sani oilang bo'ldi, ko'chaga ham chiqish yo'q, o'qish ham yo'q, diplom ham yo'q deyishi menga to'g'ri kelmaydi. Masalan, meni fikrimga to'g'ri kelmaydi. Chunki ayol kishi ham o'qish, kelajakda o'zini bir nima qilishga huquqi bor har bir jamiyatda. U keyinchalik masalan xohlagan mana Ozodlik radiosining Odnoklassnikida guruhi bor-da. O'shanda juda ko'p a'zolarimiz bor. Shunday savol qo'yilgandi. Masalan, O'zbekistonda turmush qurish yoshiga, ya'ni 18 ga yetmagan shaxs bilan amalda turmush qurganlarga nisbatan jazo choralari kuchaytirildi. Sizningcha qizlar necha yoshda turmush qurgani ma'qulroq? Mana shu so'rovda 4000 ga yaqin odam ishtirok etgan. Shulardan 7% 16-18 yoshda deb javob bergan. 63% 19-21 yoshda deb javob bergan, 24% 22-24 yoshda, 4% esa 25 yoshdan keyin deb javob bergan. Umuman qiz bolani ayni 18 yoshgacha turmushga chiqarmaslikka cheklashlik xato ish deb yozadi mushtariylarimizdan biri. Buning oqibatlari o'zbek madaniyatiga yanada salbiy ta'sirini o'tkazishi mumkin. Qiz bolani 18 yoshga to'lmasdan nikoh qursa, layoqatga ega emas bo'lib qolmaydi. Chunki qiz bola 12 yoshdayoq to'liq barkamol nikohga loyiq bo'lib boradi. Bunga alohida misollar keltirish shart emas. Mediklar yaxshi bilishadi. Internetni istasangiz bu haqda ma'lumot olishingiz mumkin deb yozadi mushtariylarimizdan biri. Endi men Ilhomdan so'ramoqchiman. Mana shuni deb yozyapti mushtariylarimiz. Bunga nima deysiz? To'g'ri, men bu narsani inkor etganim yo'q. Hali fikr bildirganimda bu narsani inkor etganim yo'q. Lekin jamiyatda umumiy qonunlari bor. Agar 12 yoshdan yo 15 yoshdan hammani turmushga berib yuborish mumkin deydigan bo'lsak, unda 9-8-sinfda bitirib o'qiyotgan o'quvchi qizni turmushga berib yuborishimiz kerak. Gap shunda. Qaysidir joyda biz chegara qo'yishimiz kerak. Iloji yo'q. Agar umumiy jamiyat, agar
oldingi davr bo'lsa, o'rta asrlar bo'lsa, unda masalan madrasa boradi, bo'ldi, shu bilan bo'ldi, uyda qoladi. Yo'q, hozir qizlar masalan 21-asrda oliy o'quv yurtiga kirish xohlaydi. Lekin qaysidir yoshda biz chegara qo'yishimiz kerak. 16, 17 yo 18 yo 19. Hozir O'zbekiston shu 18 ga to'g'ri qo'ydi chegarani. Nega? Sababi shu ta'lim jarayonida mana shu muammolar, ertaga mana bunaqa muammolar ko'p chiqaryapti. Ikkinchidan hali vrach akamiz aytganlaridek, anemiya masalasi yosh qizlarda juda ko'p. Bu aniq, buni inkor etib bo'lmaydi. 90% qizlar anemiya. Tekshirib ko'rilyapti, boshqa qilinyapti. Iloji yo'q. Shuni sababi nimada? Sababi ekologik vaziyat. To'g'risi, birinchi o'rinda ekologik vaziyat, ikkinchidan ijtimoiy vaziyat. Birinchi ekologik to'g'ri bo'ladi. Yo'q, men to'g'risi men mutaxassisman. Nimadan? Sohada, nimadan mutaxassissiz? Men o'zim ta'lim sohasida ishlayman. Xuddi shu yoshlar bo'yicha ishlayman. Tushundingizmi? Sizga savol beraman. Mana Sankt-Peterburgga 20 yoshlar bola keldi. Institut bitirgan. Savol berdim. O'zbekistonda nechta oblast bor? Sam sanab bera olmadi. Ya'ni bu ta'lim, bu bitta. Keyin yana endi Rossiyada 4 millionga yaqin o'zbekistonliklar ishlaydi. Buni tan olish kerak. Xo'p. Tan olasiz, to'g'rimi? Albatta. Yozda masalan qishloqqa borsang, erkak kishi qolmaydi. Faqat ayollar yuradi. Birinchi problema shu anemiyani, ovqat yemaslikdan. Bu juda problema. Ekologiya u keyin ikkinchi o'rinda. Yo'q, men ekologiya deganimda, to'g'ri tushuning. Ekologiya deganimda 70-80 hozirgi paxta ekish deganda, paxta ekish davrida paxta maydonlarida juda ko'p pestitsidlar nima qilingan, foydalanilgan. 93-yilgacha pestitsid foydalanilgan edi. Bir so'z bilan aytganda, avvalgi qizlarimiz, yigitlarimiz bo'liq edi, tez tayyor bo'lishardi. Hozir endi ximiya aralashib, ular nima bo'lib ketdi, hamda kamqonlik bunaqa. Ilgari shunaqa gap ham bor edi o'zi o'zbeklardagi, masalan, do'ppi bilan urgin qiz bolani yiqilmasa uylangin degan. Endi haligi bu o'shaligi do'ppi ham endi kattaroq do'ppi bo'lsa kerak, Xorazmda bunaqa og'ir qalpoq bilan urishgan ekan. O'sha bilan urishgan, to'g'ri. O'sha nomi nima? Cho'rakmi? Nima deydi? Cho'girma bilan urishgan ekan. Mana hozir biz suhbatimizga yana doktor qo'shildi. So'rab aka, bu yerda qiziq bahs bo'lyapti-da. Masalan, o'sha qiz bolaning tayyor bo'lishi hamda jamiyatga tayyor bo'lishi, jismonan tayyor bo'lishi hamda jamiyatga qo'shilib ketishiga tayyor bo'lishi haqida gap bo'lyapti. O'g'il bolaning tayyor bo'lishini gapirmayapsizlar. Yo, o'g'il bolalar 25 yosh orasida tayyor bo'ladi. O'g'il bolalar qiz bolalardan 3-4 yosh orqaroqda yuradi rivojlanishda. Endi qanaqa deb aytsam bo'ladi? Hozir masalan oldingi paytni tarbiyasi bilan faqat balog'atda emas, psixologik tayyor ham bo'lish kerak. To'xtab turing. Unda 25 yosh qo'yishimiz kerak chegarani. Men shuni tushunmayman. Yo'q, gap bunaqa. Tayyor bo'lish qanaqa masala? Oldingi holatning tarbiyasi bilan hozirgi holatning tarbiyasi bor. To'g'ri, oldingi holat boshqacha, tarbiyaning boshqacha sharoit bo'lgan. Hozirgi paytda psixologik tarbiyalash qanaqa? Bu yerda davlat iloji boricha masalan shu o'qish orqali ko'proq o'rgansin degan maqsadda bu 18 yosh qo'ymoqchi. Lekin men tibbiyot nuqtai nazariga ko'p narsa olib borishni yaxshi ko'raman. Tibbiyotda asosan irsiy kasalliklar bor. Ayrim irsiy kasalliklarda uchrash chastotasi erta yoshdagi qizlarda paydo bo'ladi. Ayni bu holat akseleratsiya deb atalgan tizim sababli, ya'ni bu sistem akseleratsiya degan jarayon sababli bu holat so'nggi yillarda, ya'ni oldingi 100 yilga qaragan so'nggi yillarda bu holat yana chuqurlashdi. Men o'ylaydigan narsam eng minimal yosh bu qiz bola uchun turmush qurish yoshi 17-18 yosh. Bu o'rtacha 17 yoshda ham turmush qursa bo'ladi. Nima akseleratsiya degani? Bu oldingi 100 yil bilan 100 yildagi nima desam ekan, aholi populyatsiyasi keyingi 100 yillik o'rtasida farqi bor. Buni hisobga olgan holatda bu bir chetdan qaror. Ammo lekin men bu bir chetdan obyektiv tarafda yondashmayman. Hukumat bu bilan birgalikda
yaqin qarindoshlar o'rtasidagi nikohni ham ma'lum bir darajada chegaralashni qo'shib olib borsa, bu ko'p taraflama muvofiq bo'lar edi. Meni fikrim shu. Rahmat. Domla? Qarangda, agar buni biz islomiy nuqtai nazardan o'sha baholasak, tahlil qilsak mana shu qonunni, ya'ni o'sha uylanayotgan odam o'zi avvalo hayotga tayyor bo'lishi, ijtimoiy muammolari hal bo'lgan bo'lishi shart qilinadi. Nikoh uchun uni masalan mablag'i bo'lishi, yashashi, ayolini o'rtacha kiyim bilan, ovqat bilan boshqa bilan ta'minlash erkak zimmasida bo'ladi va shuning uchun bu narsalarni ega bo'lgandan keyingina uylanadi-da. Bu ma'noda ijtimoiy muammo kelin tarafidan bo'lmaydi. Ya'ni uni bu narsa unga muammo bo'lib hisoblanmaydi. Hozir bu yerda 18 yoshda ham O'zbekistonda bironta bir o'g'il bola ijtimoiy iqtisodiy muammosini o'zi hal qiladigan imkoniyatga ega bo'lmaydi. Baribir bizni o'zbekchilik sharoitida ota-ona, oila, qarindosh urug' mana shular asosiy rolni shular o'ynaydi. Ya'ni yangi oilani hayotida mustaqil oila bo'lib o'zlari yashamaydi bir chekka. Bu yerda muammo shundaki, mana shu chegarani qo'yilishligi o'zi, mana shu sun'iy chegarani qo'yilishligi men xato deb tushunaman. Chunki undan oldin tayyor bo'lgan bo'lishi mumkin. Ayol ham, unga uylanmoqchi bo'lgan erkak ham, ijtimoiy iqtisodiy sharoitlari ham, shar'iy nuqtai nazardan ham hamma yog'i tayyor bo'lishi mumkin. Mana shunday paytda mana qonun to'sqinlik qiladi. Bu degani undan oldin uylanishga yoki erga chiqishga qodir bo'lgan ayol agar istamasa ham majburan turmushga berilsin degani emas. U o'tirishi mumkin o'zi istagancha. Xolasa ta'lim olishi, boshqa qilishi mumkin. Ammo ruxsat qo'yilishi kerak. Bunaqa chegara qo'ymaslik kerak. Xohlasa 18 dan keyin ham o'tirishi mumkin. Xohlasa oldin. Bu chegarani muammo shu chegarada bo'lyapti. Mana bizani Yevropada yashayapman. Bu yerda bunaqa chegarani o'zi yo'q. Lekin 18 yoshdan oldin bironta bir uylangan erkak va ayolni ham topmaysiz. Ammo o'shangacha bir bokira ham bo'lmaydi bular. Shunga e'tibor beraylik. Ya'ni mana bu Yevropaning ayollari, qizlari 18 yoshgacha bo'lgan muddat ichida allaqachon jinsiy hayotni boshlagan bo'ladi. Lekin u bu bilan turmush qurdi deyilmaydi. Turmush quradi 30-40 ta chiqqandan keyin. Ya'ni bu yerda chegarani aytyapman. Mana shu 18 dan keyin mumkin yoki mumkin emas degan chegara. Bu qonunni chiqaruvchilar ham sizga bizga o'xshagan odamlar. Ular ham o'zini nuqsonli aqli bilan o'ylab shu narsa to'g'ri deb o'ylab chiqargan. Shuni shu ma'noda aytmoqchimanki, biz unga e'tiroz bildirishimiz, fikr bildirishimiz mumkin. Agarchi hozir bizning fikrlarimiz inobatga olinmasa-da. Bu noto'g'ri narsa bu. Dunyo miqyosida umuman o'ylab qaraganda. Men Sadrin aka. Kim gapiryapti? Domlaga, men Ilhom. Domlaga bir nima bor edi, e'tirozim. Domla bir ozgina yanglishlar, Yevropada yashayaptilar, mayli. Yevropa bilan O'zbekistonning musulmon dunyosi bilan o'zbek nima deydi, g'arb dunyosini solishtirish, bu borada solishtirish umuman noto'g'ri. Chunki Yevropada o'zini qoidalari bor, u yerda o'zini men o'zim juda yaxshi bilaman, Yevropada juda ko'p nima qilaman, to'g'ri kelmaydi. Ikkinchidan, O'zbekistonda agarda bir qoidaga solishtirmasak, bir qoidaga nima qilmasak, hamma o'zini bilganini qilaversa, ikkita qora masalan mollani chaqirib, ko'p qishloqlarda ikkita mollani chaqirib, meni qizim 18 da o'tib ketyapti, yoki meni qizim 15 ga kirdi, endi balog'at yoshiga to'ldi, endi mana nima deydi, onasi guvoh, qizimni beraman deversa, xohlagani 15 da, xohlagani 16 da beraversa, unda qanaqa bo'ladi? U jamiyatda bir umumiy qoidalari, umumiy qonunlar. Keyin o'zbek jamiyatida yana bir narsa borki, masalan, qizlar shu 18, 19, 20 dan o'tib yerga tegmay qolsa, keyin u mahallada bir nom chiqarishadi, qari qiz, kampir qiz degan. Mana shu narsaga qarshi kurashilyapti. Chunki masalan, ayniqsa bu narsa viloyatlarda, ochig'i men kuzatib boraman, viloyatlarda anchagina past, lekin Toshkent shahri, ayniqsa shaharlarda, masalan, Toshkent shahrida, Namangan shahrida, keyin Samarqandda, boshqa masalan Xorazmni bilmadim, lekin shu joylarda shu bir yilga ham juda ko'p qarashadi.
19ga kirib qolibdi, 18ga kirib qolibdi degan. Shu narsani imkon qadar pasaytirish. Lekin qishloqlarda bu narsa yo'q. Qishloqlarda masalan 20-22 yoshda turmushga chiqsa ham hech qanaqa nima bo'lmaydi. Hamma nima deydi, o'rtacha qabul qiladi, yaxshi normal qabul qiladi bu narsani. Xuddi shu narsa. Agar biz bitta qoidada yashamasak, hozir man sababini bildiray. Keyin tushundik. Bitta qoidada yashamasak, bitta bir nimani bir qoidani ushlamasak, hamma o'zicha qoida chiqaraversa, 18-17 qilib, to'g'ri shariat qoidasini bilamiz, lekin u narsani insoniyatga biz tushuntira olmaymiz. Ikkita mullani chaqirib olib, meni qizim 18 ga kirdi, 12 ga kirdi, balog'atga to'ldi deb qizini berib yuborsa, unda bo'lmaydi-yu. Mayli, rahmat. Dilshod? Yo, e'tiroz bildirmoqchiman. Hozir hamma narsani O'zbekistonda hamma narsa bitta ramkaga tushadi. Odamzod o'zi tug'ilsa yalang'och tug'iladi, doim erkin tug'iladi. Nafas olishni o'zi erkin. Bu problema hozir chegara qo'yishda ota-onasi 12 yosh, ota-onasi ahmoq bo'lsa, to'g'ri 12 yoshda majburlab beraveradi. Lekin nimaga o'zbek xalqiga daveriya yo'q? Ishonch yo'q. Nimaga endi u 400 ta deputat yo 300 ta deputat butun 30 millionlik xalqqa решение chiqarib qo'yish kerak. Bir og'iz odamlardan so'rab, nimaga sababi bir yosh farqi bor ekan, 18 ga kiribdi, 19 qari bo'lib qolibdi. Bir sababi bordir. Birinchi shuni o'rganib chiqish kerak edidir. Chunki agar u 18 yoshda yo 17 yoshda erga berib yormasa, ertaga jamiyat qizi qaribdi deydi. Buni 1 yilda yo 5 yilda yo 10 yilda o'zgartira olmaydi odam. Ya'ni bir qanday pokoleniya ochish kerak, odamlar o'zlari shunga yetish kerak. Ya'ni o'sha hozirgi berish, to'y qilish, marosim, to'yni bitta nom bilan, bir stakan suv bilan ham o'tkazib qo'ysa bo'ladi. Lekin stolni bosib tashab, ustini tepalab o'tib, ovqatni chachib, itga berib yorsa ham shunaqa qilib ham o'tkazsa bo'ladi. Bu bir og'iz odamlardan so'rab ko'rish kerak. Hech O'zbekistonda hech qachon bo'lmaganki ish. Bir asosiy hal qiladigan shu men tushunishimcha bunaqa qonunlarni qabul qilayotganda odamlarni boshqa problemalardan og'irroq problemalardan sal olib qochish deb tushunaman. Chunki Rossiyada ham bu problema bor. Ya'ni Rossiyada ham problema, qattiq problema, iqtisodiy problemalar bor, lekin Amerika bilan munosabatni yomonlashtirib, xalqni boshqa temaga jalb qilib yuboradi. Mayli. U nimaga bormaylik. Yo'q, men tema birinchi sababini o'rganish kerak. Nimaga odamlar 17-16 yoshda beradi? Men mutlaq qarshiman 16-15 yoshda erga tegishga yoki yashashiga, chunki to'g'ri, o'sha o'zini eplash kerak, ozgina tushunish kerak, etik tarbiyasi bo'lish kerak, etik estetik tarbiyasi. Elementar bolaga qarashni bilish kerak tuqqandan keyin. Bu deylik bu yoshda hamma ham ola olmaydi. No, birinchi sababini o'rganib turib, keyin qonun qabul qilish kerak. Chegarani keyin qo'yish kerak. Agar chegara qo'yish kerak bo'lsa. Bu narsaga chegara qo'yishni o'zi noto'g'ri. Tushunarli, rahmat. Men hozir bir qo'shimcha qilmoqchiman Dilshodbekni. Qisqaroq qilib, marhamat. U kishi aytdilarki, men kategorически qarshiman 16 yoshda, 15 yoshda dedi. Ya'ni mana shu yerda meni aytmoqchi bo'lganim, men hozir har ikkala suhbatdoshga ham qarshilik bo'lib qoldim. Ilhomjon 18 yaxshi, o'sha chegara deyapti. Dilshod 16-15 da qarshiman erga berishga deyapti. Men aytmoqchiman, kelinglar, o'sha chegarani qo'ymaylik, o'sha deputatlar ham qo'ymasin. Biz ham qo'ymaylik. Men o'zimni qizimni bermayman majburlab. Yo'q, mana siz majburlab bering. Umuman hech kim majburlamaydi. Ota-onani o'zini tarbiyasida bu, bolaning tarbiyasi. Kimdir bir oila shunaqa sharoiti hammaga shunday to'g'ri kelsa, 16 da bersa, juda yaxshi, baxtli bo'lsin. Kimdir shu 18 da bersa, u ham yaxshi. Kimdir 20 da. Bu yerda kerak emas, hammani bir qolipga solib olib, qonun chiqarib o'tirib hamma narsani. Baribir hayot o'zini yo'nalishi bilan ketaveradi. Qonunlar shunaqa qolib ketaveradi qog'ozda. Rahmat domla.
Hurmatli tinglovchilar, demak bahs maydoni eshittirishini tingladingiz. Mana tugab boryapti eshittirishimiz. Bugungi suhbatimizda biz o'zbek qizlari necha yoshdan turmush qurgani ma'qul degan mavzuni muhokama qildik. Demak, bugungi bahs maydonida Shvetsiyadan sobiq imom, taniqli din ulamosi Muhammad Solih Obutov hamda Toshkentdan ta'lim sohasida ishlaydigan mutaxassis Ilhomjon hamda ayni paytda Sankt-Peterburgda ishlayotgan o'zbekistonlik Dilshodbek hamda o'zbekistonlik shifokor Suhrob Vafoyev ishtirok etdi. Salomat bo'linglar. Endi oxirgi hukmda bahsda albatta biz hukm chiqarmaymiz. Oxirgi xulosani chiqarishni tinglovchilarning o'zlariga qo'yib beramiz. Bahsni Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur olib bordim. Salomat bo'linglar. Rahmat sizlarga.